Assalomu alaykum qadrli aziz vatandoshlar. Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketayotgan navbatdagi avtobuslarimiz aka-ukalar через O'zbekiston Tojikistonga o'tib ketadi. Bemalol kelishlari mumkin. Tojikistonlik fuqarolar ham aka-ukalar kimdir dokumenti yo'q bo'lsa yoki zalota koronadan qarz bo'lsa ham yordam beramiz. Avtobusimiz komfort talabga javob beradi aka-ukalar. Adreslarimiz metro Katennikida aka, ko'rishlari mumkin. Mana Shankar akamiz. Aka assalomu alaykum. Nima deysiz aka, shopirsiz? Va. Mana aka-ukalar avtobus holati. O'to'ledi Shankar aka. Avtobusimiz ichki holati aka-ukalar, kimda kim ketadigan bo'lsa bemalol ishonchli nomalar qo'yib qo'yamiz. YouTube tarmog'imizga. Assalomu alaykum. Bular boshlayapmiz. Nima deysiz bu avtobusimizga? Yaxshimi, ma'qulmi? Xudo xolasa yo'lda ketyapti. Va endi bu yog'ini. Atak yaxshi hozircha to'g'ri. Holati yaxshi, salon normal. Mana aka-ukalar avtobuslarimiz o'ta go'zal, ideal sostoyanida. Talabga javob beradi. Opajon, xohlagan joyingizga o'tiring. Mana sizlar sizlarga opa. O'tiringlar aka. So'mgan joyladinglarmi? Mana opalarimiz kecha kelgan edi, avtobusimiz bugun yetib keldi. Yashnisaga joylab, xudo xolasa chiroyli. Aka to'rtta sizlarni olmay yoqqa o'tirib olsangiz yoki yotib ketasiz, xolos orqaga o'tib olinglar. Mana akalarimiz. Mana aka nima deysiz aka? Men o'y zoli. Yaxshimi aka, ma'qulmi aka avtobus? Aldo buni 5000 dan oldimmi? Gapiring aka, dangal aka. Yaxshi. Ha, sog' bo'ling aka, yaxshi to'ringlar. Ana aka.